Video ketdi do'stlar, xayrli tong barchamizga. O'ylaymanki qo'shimcha ovozlar tushib qolmaydi. Lekin men kech boshladim. Yo'q, ko'zimga 7 bo'lib ko'rinibdi do'stlar. 6 ekan, hali 7 gacha 1 soatlik videomiz olsak bo'ladi. Video olish qiyinmi? Bo'ladi, o'ziga yarasha qiyinchiligi bor. Qulaylik tarafi shundaki, siz uni pauzaga qo'ya olasiz. Xo'p, bu telefonimizni ham zaryadi to'libdi. Yana 1 soatlik video olishimiz uchun albatta uni ham zaryadkasini to'ldirib olamiz. Ana endi quyosh chiqyapti. Qushlar bo'lsa sayramoqda. Doimgidek nima ekan bu oyog'imga o'ralashgan desam, chesnok ekan do'stlar. Ko'rsatib o'tay. Hasharat deb o'ylagandim ochig'i. Yo uni o'ldirdim, o'lishdan oldin meni chaqdi deb o'yladim. Yo'q, hasharat emas ekan. Bilmadim, gamaritim nima uchun qo'zib qoldi. Ertalab sovuq bo'ldimikan yoki bu xona sovuqmikan yo biroz dimmikan. Xullas meni burnimga bo'pshim farqi yo'q. Issiq bo'ladimi, sovuq bo'ladimi? Mana shunaqa bo'lib qoladi orada. O'zlaringiz sog' salomatmisizlar. Barchalaringiz ko'rib turganimdan xursandman. Sochlarimni to'g'irlab oldim, lekin soqollarimni to'g'irlab ololmadim. Ya'ni sochim kechroq o'sadi. Soqolim 1 haftaga zo'rg'a yetadi. Shuni aytyapman. Ishga chiqamiz. Ishdan keyin Xudo xolasa uyga kirishim kerak. Yoki uyga kirib, keyin ishga chiqaman. Sababi sharoitga qarayman. Bir soatlik videomni bitta ham odam ko'rmasa kerak deb o'ylagandim ochig'i. Agar 1 soatlik videoni joylanishi 1 kunlab ketmasa, 3 soat hech narsa emas. 2 soat, 3 soatda joylanishi kerak adashmasam. Oldin joylash haqida o'yladim va keyin ko'rilish haqida o'yladim. Agar ko'riladigan bo'lsa, davom ettiraman 1 soatlik formatda deb. Bo'lmasam yarim soatlik formatda o'zi ham yetadi deb o'ylagan edim. Yo'q. Kuzatuvchilarimiz hali 4 ta bo'lsa ham, 5 ta bo'lsa ham, nechta bo'lsa ham sekin-astalik bilan ko'payapti. Xudoga shukr. Butunlay yo'q bo'lib ketishmabdi. Ya'ni bo'ldi endi biz jonli efir bo'lmasa. Bu kishi ijodni to'xtatgan bo'lsalar, nima deydi? Ish qilmay boshqa video joylamasa. Yo'q, qaytanga rivojlanish bo'ldi. Har bir yaxshi emas narsani orqasida katta narsalar turgan bo'ladi. Faqat biz buni yengillash, mag'lubiyat yoki rivojlanishni yana bir bosqichi deb qabul qilishimiz mumkin. Do'stlar, shunaqa paytda insonni bilinadi. Imkoniyatlari, darajasi, yon atrofidagi insonlari, masalan, qolganlar ham o'sha YouTube kanali borlar ham aytsa bo'ladi-da. Qaranglar, mana tanishimda shunaqa holat. O'shanga yordam berib yuboraylik, qo'llab-quvvatlaylik yoki bo'lmasam ularni YouTube kanali o'sha YouTube'ni o'ziga yozsa bo'ladi. Mana bu YouTube kanali
bizga ma'qul. Jonli efir tezroq ochilishiga imkoni bormi degan ma'noda. Lekin o'zim anchagina urindim, harakat qildim. Hech qanaqasiga tizimda mutaxassislar o'zgartira olmaymiz deb aytishdi. Xuddi men qo'yadigan talablar, shartlar buzilsa, kimnidir bloklayman-ku. Xuddi shunaqa. Xuddi shunaqa do'stlar. Talabga, shartlarga qat'iy rioya qilish majburiy shart. Faqat biz buni bilmaganimiz uchun, yaxshi o'rganib chiqmaganimiz uchun shunaqa cheklovlar qo'yib qo'yilishi mumkin ekan. Men bunga hech qanaqasiga norozi emasman. Qaytanga o'zim o'sha qonun qoidalarga amal qiladigan inson sifatida qo'pollashishdi yoki uga yomon gapirishdi foydasi yo'q. To'liq chiroyli qilib tushuntirishar ekan. Bir 5 ta 10 ta mutaxassis bilan gaplashib ko'rdim. Bittasi bo'lmasa bittasi boshqacha yondashar degan ma'noda yo'q. Har birlari chiroyli muomalada, chiroyli qilib tushuntirishdi. Faqat bitta yoqmagan jihati tomoni tarafi emailga hech qanaqangi xat kelgani yo'q. Ogohlantirish sifatida yoki apellyatsiyaga muddat haqida. Masalan, kelishi mumkin-da butun umrga. Shunaqa holat ham bo'lishi mumkin ekan. Yoki kelishi mumkin 90 kunga. Bunaqa narsa yo'q. Mutaxassislar ham bunaqangi demaydi. Yo ochiladi, yo ochilmaydi deydi. U qanaqa u masalan siz kasalsizda doktorga murojaat qilsangiz, yo o'lasan, yo qolasan deyapti. Unaqa bo'lmaydi doktor. Nima qilish kerak, nima qo'yish kerak, qachongacha davom etadi? Aniq vaqti belgilanishi shart. Shu taraflama cho'tki ishlamadi, aniqligi yo'q. Endi kamchiliklarini, xatolarini aytib o'tib ketsangiz, kelajakda sizga o'xshagan kanali bor insonlar asab bo'lmaydi, depress bo'lmaydi, siqilmaydi-da. Endi men depress bo'lmadim, asab bo'lmadim. Boshida bo'lmoqchi edim. Lekin yo'q. Mani u narsaga vaqtim yo'q. Men video olishim kerak, davom ettirishim kerak do'stlar. Nima bo'lgan taqdirda ham birinchi rezultatni, birinchi natijalarni birgalikda qo'lga kiritsak, yoshlar bizga qarab turibdi. Qanaqa YouTube kanali olib borar ekan? YouTube kanali qanaqa daromad berar ekan? To'g'risi men hozir ayta olmayman. Daromad uchun alohida harakat qilishingiz kerak. Birinchi biz harakatimiz apellyatsiyaga berish edi. Endi 4000 soatga yana 1000 soat qo'shishimiz kerak do'stlar. Biz 3000 soat yig'dik, sizlarni tabriklayman. Allaqachon yig'ib bo'lganmiz. Endi 4000 soatga do'stlar harakat qilishimiz shart. 1000 soat yig'ishimiz kerak. Uni ham qaysidir qismi yig'ilgan. Faqat mana YouTube kech hisoblayapti, nimagadir tushunmayapman. Tekshiruvdaligi uchunmi YouTube kanalimiz? Shu necha kun bo'lgan taqdirda ham 4000 soat qila olsak, 1000 soatdan keyin men aniq ishonaman, yana 1000 soat qiladigan bo'lsak, o'shanda aniq summasi chiqib keladi. Aytmoqchimanki, 2000 soatga biz olib borishimiz shart. Sizlardan bilyapman, kattadan ko'p narsa kutayotganimni, so'rayotganimni. Lekin 3000 ga yaqin obunachisi bo'lgan YouTube kanali uchun bitta videoni hamma ko'ra olmasligi albatta bu meni o'zimga ham qiziq. Unda nimaga obuna bo'lishgan bo'lar degan fikr o'tadi har doim.
O'ylaymanki, bundan buyog'iga faqat mani o'zimni kuzatuvchilarim qoladi va yangi qo'shilar. 2000 soat bizga hech narsa emas do'stlar. Ana-mana deguncha yig'ib tashlaymiz. Asosiysi o'g'il-qizlar bu narsani ko'rishsin. Oddiy vlog yuritib YouTube kanalidan qancha daromad qilsa bo'ladi, qanaqa daromad qilsa bo'ladi. Men noldan buyog'igacha o'rgatishimni aytib o'tdim. Ya'ni qaysi ma'noda o'rgatish. Videolar joylab kelyapman. Bundan keyin ham joylashda davom etyapman. Sizlar o'ylashlaringiz mumkin bu pul ishlash uchun joylayapti deb. O'rtoqlar, $1 pul ishlayman, 1000 kishi ko'rsa, 1000 kishiga yetmayapti bizni ko'rishlarimiz. 5 ta, 10 ta, 4 ta, 4 soat, 5 soat, 10 soat uzog'i bilan demoqchiman. 1000 soat qaytda-yu 10 soat qaytda. Lekin xudo xolasa o'sha kunlar keladi. O'sha kunlar keladi, qaysi ma'noda aytilyapti bu yerda? Boshqa insonlar yordam beradi o'zlarini farzandlari uchun, yaqinlari uchun tushunganlar demoqchiman. Mana bu tushunmayotganlar afsuski o'sha paytda tushungan insonlarni qatorida boshqa videolarimiz bilan birgalikda manfaatli bo'lib kuzatishda, ko'rishda davom etasizlar. Chunki bir xil odamlar borda, sen oldin isbotlaver, sen oldin nimadir qilaver. Mana shu yaqinlaringiz menga o'xshagan boshqa vlogerlarni ko'rib o'rnak oladi, andoza oladi, namuna oladi. Bir misol o'laroq ko'radi bizni. Siz qo'llab-quvvatlamasdan turib, mana shu videoni 1 soat qo'yib ko'rib yoki bo'lmasam tushunib ko'rsangiz ham bo'ladi, shunchaki biror joyga qo'yib ketsangiz ham bo'ladi-da. Ko'rilganlik hisobiga o'tishi mumkin. Lekin siz buni tushunib ko'rsangiz yana ham boshqacha. Ya'ni oldingi videolarimni nazarda tutib aytyapman. Endi bundan keyingi videolarimizni ham tushunsa, menimcha bo'lsa kerak. Endi asosan aytmoqchimanki, yoshlar to'g'ri chiqish qiladigan bo'lsa, agar to'g'ri YouTube kanal olib borishsa, o'zlariga ham foyda, sizga ham foyda. Bolang tinch, sen tinchda, to'g'risi hurmatli do'stlar. Bolalaringiz maktab yoshida bo'lgandan keyin har xil vayn, sayin, chayin har bala qilib ko'rgisi keladi demoqchiman qisqasi. Ijtimoiy tarmoqlardan har xil videolarni ko'rib u sizga ko'rsatib qiladimi, ko'rsatmasdan qiladimi, bu keyingi masala. Birinchi masala qilishni xohlashida. Ya'ni bu xuddi mana bunaqa narsaga o'xshaydi. Qo'polroq tushuntirishga harakat qilaman. Hojat qilgisi kelyapti, hojatga chiqqisi kelyapti farzandingiz. Siz aytyapsizki, mani farzandim hech qachon hojatga chiqmaydi. Bu ehtiyojdan qutulib bo'lmaydi do'stlar. Yon atrofimiz hamma ijtimoiy tarmoqda, ijtimoiy sahifalarni yurgizayotgan, yo'lga qo'ygan bir paytning o'zida negakim sizni farzandingiz tog'larga qarab ko'chib ketish kerak. Internet yo'q joylarga yoki telefoni yo'q alohida shaharlar bo'larmikan-a? Agar o'shanaqa shahar bo'lganda, ishoninglar, men ham o'sha shaharda yashagan bo'lardim. Ya bu do'stlar hazil ma'nosida. Chunki internetda ko'rgan insonlar internetsiz yashashi haqida men o'ylolmasam kerak. To'g'ri, menga o'xshagan insonlar yashab ketishi mumkin. Sizga o'xshagan odamlarda yashab ketishiga men ishonmayman.
Sababi men-ku kuzatsam o'zimni kuzataman. Lekin siz 1000 kishini kuzatasiz kamida. O'tqizaverasiz. To'g'ri, siz ularni nomma-nom bilishingiz mumkin emasdir. Bilmassiz ham. Lekin o'zingiz bilmagan holatingizda kamida aytib o'tganimdek 1000 ta odamni kuzatib qo'yasiz bir kunda. Kuzataman desangiz. Bo'lmasa kamida ko'pi bilan 1000 ta, kami bilan 100 ta. Chunki men o'zimdan kelib chiqib gapiryapman-da, men haligi umuman boshqalarni ko'rishga qiziqmaydigan odam bo'lgan taqdirimda ham kamida 100 ta yoki ko'pi bilan 1000 ta odamni kuzatib qo'yaman. Videolarim joylanguncha. Qanday qilib siz internet yo'q joyda qolishingiz mumkin bunaqa holatingizda? Yoki men bolalarimizdan bu narsani kutish. Meni 6 yoshli qizim o'sha telefonda videolar ko'rib, rossiyskiy kontentlarni "Поставьте лайк", like qo'yinglar, yana boshqa jumlalarni o'rganib olgan. Siz o'ylaysiz, sizni farzandlaringiz bu jumlalarni eshitmasdan yoki bilmasdan katta bo'lyaptimi? Bordir sanoqli oilalar. Lekin deyarli hamma ijtimoiy sahifasi, ijtimoiy tarmoqda borligi hozir ijtimoiy tarmoqda yo'q degani hayotda ham deyarli yo'q degani. Sababi so'raydi bolalar bir-biridan, "Sen ijtimoiy tarmog'ing bormi?" "Yo'q." Unda keyin gaplashamiz. Hozir meni ijtimoiy tarmog'imdagilar xabarlar yozgan. Shularga javob berishim kerak. Tushunyapsizmi gap nima haqida ketayotganligini? Ijtimoiy tarmoqda bizni do'stlarimiz, tanishlarimiz, bilganlarimiz. Hayotimizdagilar agar ijtimoiy tarmoqda bo'lmaydigan bo'lsa, biz ular bilan ko'rishmay ham qo'ydik. Oldin aytardik-ku, sal oldin. Ko'p bo'lmadi, 1 yildir, 2 yildir, balkim 5 yildir. Hamma telefonga o'tib ketdi. Hamma telefonda bir-biriga xabar yozyapti, xabar olish yo'qolib ketyapti. Oddiy SMSni aytyapman o'sha payt. Bugunga kelib do'stlar bu WhatsApp, Telegram, Instagram egalladi. Instagramda ham direct bor. Telegram, WhatsApp endi общительный, ya'ni muloqot uchun maxsus platformalar, ijtimoiy sahifalar, tarmoqlar. Bo'lmasligini iloji yo'q. Lekin eng zamonaviylaridan Facebook bilan Instagram, TikTok ham unchalik hali ommalashgani yo'q. Sababi VPN bilan yoki unga baquvvatroq, ya'ni kuchliroq telefon qurilma apparati shart bo'lgani uchun ko'pchilik TikTokka qiziqmas ko'pchilikka. Ko'pchilikda yo'q u demoqchiman. Lekin bo'ladi kelajakda menimcha. O'shaning uchun aytmoqchimanki, do'stlar, agar ilojisi bo'lsa o'qishga bering, kurslarga. Arzon kurslar bo'ladi-yu bolalar uchun. Har doim do'stlar qulay narxlarda bo'ladi ham. SMMni o'rgansin. Ingliz tilini bilsa, inglizcha kontent olishga harakat qilish kerak. Ko'proq pul to'laydi. Masalan, 1000 ta prosmotrga ko'rilganlik soatiga menga $1 bersa, chet tilida qiladigan bo'lsa $5 pul ishlaydi do'stlar. Katta farqi bor. Juda katta farqi bor. Xo'p, keyingi masala do'stlar, biz keyingi masalaga o'tolmaymiz, birinchi masalani hal qilmasak deydi-ku. Deyishadi-ku shunaqa, to'g'rimi? Darsliklarda ham xuddi shunaqa. Boshida agar siz bir mavzuni tushunmay qolsangiz, 9 yil o'qiganingizni havoga uchirasiz, foydasi bo'lmaydi. Shuning uchun ko'pchiligimiz 5-4-sinfdagi ma'lumotlar bilan boshlashga harakat qilamiz. Istalgan fanni o'rganishda, ayniqsa matematikani.
Misol o'laroq aytib o'tib ketyapmanki, jonli efirlarni ham, videolarni ham bir boshidan ko'rgan ma'qulroq. Endi bundan oldingi videoyim faqat ogohlantirish, negativlarga nisbatan qoldirilgan video bo'ldi. Uni ko'rishingiz shart emas, normal inson bo'ladigan bo'lsangiz. Bundan keyingi chiqayotgan videolar bilan tanishib borsangiz ham yetarli bo'ladi. Sizlar bilan Ixtiyor Mamadaliyev. Shaxsiy vlogida. Tugagan yo'q. Tugamaydi. Aytib o'tganimdek 1 soat jonli efir qilamiz. Faqat 6 daqiqaga kech qolibman, mayli. 6 daqiqa yoq-bu-yoq bilan hech narsa qilmaydi. Baribirga ham 7:30 da ketamiz. 7-6 daqiqada biz jonli deyman. Jonli efirga o'rganib qolganman-da. Mana bu videomizni yakunlaymiz. Nima deyaptik? O'sha joydan davom ettiramiz. Yo siz hayotda farzandlaringizga nimadir o'rgatasiz, tushuntirasiz yoki biz kabi YouTube'da endi tushuntiradigan, o'rgatadigan insonlarga ehtiyoj seziladi. Men hammadan zo'r o'rgataman deyotganligim yo'qman do'stlar. Men lekin aytayotganligim hammadan xavfsiz, o'zini himoya qila olgan holatida YouTube kanali yuritishi mumkinligi haqida bir misol bo'la olishim mumkinligi to'g'risida aytib o'tib ketyapman. Boshqalar bilan tanishish yo boshqalarni bir-birlari bilan tanishishlariga ruxsat beriladigan YouTube kanallari yo'q bo'lishga mahkumdir va uni olib borgan YouTube kanal boshlovchilari ham qonuniy jihatdan agar huquqiy bilimga ega bo'lmasa agar javobgarlikka tortilish ehtimoli ham yuqori bo'ladi. O'shaning uchun do'stlar yaxshilab o'ylab ko'rish kerak. Menimcha bunga sizni vaqtingiz bo'lmasa kerak. Menimcha bunga sizni xohishingiz bo'lgan taqdirda ham ko'pchilik aytib o'tganimdek oldin to'g'ri vaqtini sarflamagani, taqsimlamagani, ajratmagani uchun bolalar bilan gaplashish qiyin bo'ladi. Shu sababli ham bolalaringiz sizni eshitgan taqdirda ham siz ular bilan gaplasha olish qobiliyatingiz shakllanmagan bo'ladi oldindan yoki bu narsani siz o'zingiz uchun yo'qqa chiqarib qo'ygan bo'lasiz. Bu xuddi farzand tarbiyasi instruksiyasini, ya'ni qo'llanmasini tanishib chiqmagan kishilar go'yoki men farzand tarbiyalashni bilaman yoki men to'g'ri tarbiyalayapman degan ma'noda qarashini bir ko'rinishidir. Mashinani haydashni biladigan odam bilmaydigan deganda do'stlar haqiqatan ham mashina haqida tushunchasi yo'q degani emas. Mashina haydashni bilmaydigan odam bo'lsa ham, mashinaga o'tirib ko'rmagan bo'lsa ham, mashinani qaysi ehtiyot qismlari qayerda turishi haqida yaxshi o'qigan inson bo'ladigan bo'lsa demoqchiman, mashinani ustasi bo'la oladi. Faqat amaliyotga chiqib ketsa bo'ldi. Amaliyotda do'stlar haydashni biladigan ko'pchilik nimaga ustaga boradi bo'lmasa, agar mashinani yaxshi tushunadigan bo'lganda do'stlar ustaga borib o'tirmagan bo'lar edi. Ya'ni mashinasi bor yoki haydashni biladi degani baribir o'tib ketib qolaman-da. Xohlasam, xohlamasam. Do'stlar, faqat YouTube haqida gaplashamiz. YouTube'ga to'g'ri yondashuv haqida gaplashamiz. Sizlarni ota-ona
bola tarbiyasi munosabatiga kirishib ketmaymiz. Shunchaki o'zingiz uchun bilib qo'yganingiz yaxshi demoqchiman. Bilmasdan mashinangizni buzib qo'yganligingiz, mashinangizni almashtirib olsangiz bo'ladi. Farzandingizni almashtira olmaysiz. Yoki ota-onangizni almashtira olmaysiz. Yoki turmush o'rtog'ingizni almashtira olmaysiz. Har bittalari haqida alohida ko'nikmalarga, instruksiyaga, qo'llanmaga, bilimlarga tinimsiz ravishda har kuni hech bo'lmaganda 10-15, yarim soat, 1 soatgacha, balki bundan ko'proq vaqtingizni ayamazsiz, ajratarsiz. Ajrata olishingizga umid qilib qolaman. YouTube kanaliga keladigan bo'lsak, qaytadigan bo'lsak demoqchiman do'stlar. To'g'ri, YouTube kanali olib borayotgan insonlarga iltimos qilish kerak. Boshqa iloji yo'q, boshqa chorasi yo'q. Haligi oldin aytgan fikrlarimga hozircha o'sha endi xohlaymizmi yo'qmi do'stlar, tushunarli bo'lishi uchun daraja degan terminlarni ishlatishga majburman. Oldingi darajamdan kelib chiqqan holatda, hozirgi darajamdan kelib chiqib sizga shuni aytamanki, o'zimizga o'xshagan oddiy oilani oddiy farzandlariga gaplashmasak, ular bilan e'tibor qaratib, ularga diqqat qilmaydigan bo'lsak, haligi oliftacha yuradigan, buni ham majoziy ma'noda aytyapman do'stlar, tushunarli bo'lishi uchun. Men ularni olifta yoki mendan zo'r, sizdan zo'r degan ma'noda gapirishni hech qachon istamaganman ham, xohlamaganman ham. Sababi u ham inson, biz ham inson. Faqat ularni qilayotganlari sharoitdan kelib chiqqan holatida hozirda. O'sha sharoitda bo'ladigan bo'lsangiz, marhamat ularni kuzatishingiz mumkin. O'shanaqa studiya gaplashib berishingiz mumkin farzandingizga. Hech kimda hech qanaqa qarshilik yo'q. Lekin siz o'zingiz nolda bo'lib turgan holatingizda birdan boshlashingiz kerak deb aytishadi mutaxassislar. Mana birinchi qadamni qo'ygan insonlarni kuzatishni boshlashingiz kerakda, ular bilan maslahatlashishingiz kerak. Biz nima qilamiz odatda? 5, 10, kerak bo'lsa top insonlar bilan gaplashishga harakat qilamiz. Sharoitimiz yo'q-ku. Pulimiz yetmaydi ularni olayotgan jihozlariga. Birinchi qadamlardan boshlamasangiz agar 100-qadamdan boshlaydigan bo'lsangiz, haligi sal teparoq joydan yiqilish unchalik ham qo'rqinchli bo'lmaydi odam uchun. Yiqilsam o'rnimdan turaman-ku deydi. Xuddi shunday 1-qadam, 2-qadam, 3-qadam, 4-qadam, 5-qadam, 6-qadam, 7-qadam qadamba-qadam ketayotgan insonlar yiqilishdan qo'rqmaydi. Chunki bir safar ozgina tepadan yiqilgan bo'lsa, keyingi safar yanada ozroq tepadan yiqilish ehtimoli bo'ladi xolos. Va har bir yiqilishga u tayyor bo'ladi. Va har bir yiqilishdan keyin u qaytib tura olish ko'nikmasiga ega bo'lishi shart. Bo'lmasam keyingi qadamni bosolmaydi, keyingi zinaga chiqolmaydi. Bizda nima bo'ladi? Bizda o'zimiznikilar yordam berib yuborishadi yiqilishingizga. Buni zo'r tarafi shunda. Ijtimoiy sahifalarda, ijtimoiy tarmoqlarda siz hayotdagiga nisbatan tezroq yiqilishingiz ehtimoli yuqori. Hammamiz nima qilamiz? Biz yiqilmasligimiz kerak. Biz muvozanatni ushlashga o'rganishimiz kerak degan noto'g'ri qarashlarimiz ham yo'q emas. Go'yoki biz yiqilmasakkina o'rganishimiz mumkin. Hamma o'rganayotgan insonlardan yoki hamma rivojlanib o'sib borayotgan odamlardan so'rang, qancha pul yo'qotyapti. Kuniga, har kuni qancha vaqtini sarflayapti ishiga. Hammada yiqilish bor.
Hammada yo'qotish bor. O'zingiz gaplashgan insonlar bilan xayrlashishingizga to'g'ri kelishi mumkin. Buni oson deb o'ylaysizmi? Sizni tanimagan odamlar bilan xayrlashishingizga to'g'ri keladi. Birinchi marta gaplashgandayoq. Buni oson deb o'ylaysizmi? Oson narsani o'zi yo'q. Men bu fikrlarni ko'p martalab eshitganman. Lekin har doim har xil tushunaman. Har xil narsada ko'raman. Lekin bitta fikr. Fikrlar shunaqa bo'lishi kerak do'stlar. Hayotimizga aloqasi bo'ladigan bo'lsa, uni har xil aytilinishini hisobga olmagan taqdirimizda ham bir xil aytilganligini o'zi ko'p xil vaziyatlarga, situatsiyalarga, holatlarga, sharoitlarga to'g'ri kelaveradi. Holatimizdan kelib chiqib fikrlarimizni o'zgartirishimiz mumkin do'stlar orada. Fikrlarimizdan kelib chiqqan holatda holatimizni o'zgartirishimizga ham harakatimiz bo'lishi mumkin do'stlar. O'shaning uchun fikrlarni sifatlisini olishga harakat qiling deb aytishadi ekspert mutaxassislar, ustozlar, YouTube'dagi yoshi katta insonlar. Bizdan oldin ko'p narsalarni, ko'p ishlarni bajarib qo'yganlar, yashayotganlar, yashab qo'yganlar bor. Hech qachon, hurmatli yoshlar, hech qachon o'zingizdan 1 yosh katta bo'lgan taqdirda ham, oylik katta bo'lgan taqdirda ham, kichkina bo'lgan taqdirda ham ukalarni, akalarni, opalarni, singillarni hurmat qilmas ekansiz, o'sish haqida, rivojlanish haqida unutsalaringiz ham bo'laveradi. Men hozir akalar, ukalar, opa-singillar haqida aytib o'tdim, lekin ustozlar haqida alohida masala. Men ba'zi bir yoshlarni ustozlarini hurmat qilmasliklarini ko'rib, bular kelajakda kim bo'larkan deb yoqamni ushlab qolganman. Kim bo'lishi mumkin ular kelajakda degan ma'noda qarash. Ota-onani norozi qilish bilan bir xil darajada ustozni norozi qilish. Bir xillar otangdan ulug' ustoz deb bilishadi menga o'xshaganlar. Bir xillar otangdek ulug' deyishadi. Ikkala holatda ham do'stlar ustozni ulug'ligi e'tirof qilinmoqda, ya'ni aytilinmoqda. Siz qanchalik ustozingizni hurmat qilishingiz haqida o'ylab ko'rishingiz kerak, jiddiy yondashib, jiddiy qarash kerak bu masalaga. Sizni qaytib o'ylashga imkon bo'lmaydi. Do'stlar, menimcha videoni qolgan qismini uyda olamanmi deymanda. Yana ham bilmadim. Hozir qalay ming bor uzr. Qalaydan bugun ayolim vaqtli turibdi, 7da turardi har doim. Sensatsiya. Hayotda tub burilish, o'zgarish. Qo'shimcha ovozda bo'lib qolishi mumkin demoqchiman. O'zingizni kontentingizni, videolaringizni o'zingiz ehtiyot qilmasangiz, qolganlar bunga jiddiy qaramaydi. Siz qachon ishingizga jiddiy qarasangiz, qolganlar ham jiddiy qarashni boshlaydi. Men oldin bunaqa jiddiy qaramaganman. Bir hazildek, bir o'yindek. Keyinchalik jiddiy qarashga o'rganganman, boshlaganman. Jiddiy muammolar bilan uchrashganimdan keyin.
Jiddiy muammolar do'stlar yoki sizni sindirib tashlaydi haqiqatdan ham, yoki kuchli bo'lishingizda, mustahkam bo'lishingizda, qat'iyatli, bir qarorli, bir so'zli deb aytamiz, inson bo'lishingizda, shakllanishingizda fundament bo'lib asosiy rol o'ynaydi, xizmatini qiladi o'zini. Muammolarni keyinchalikka hayotingizni bir qismi ekanligini, ularni yaxshi ko'rishni boshlaysiz. Yaxshi tushunishni boshlaysiz. Yaqindan borib qarashga o'rganasiz. Boshida ko'pchilik muammodan o'zini olib qochishga harakat qiladi. Boshida hamma muammo bilan yuzlashishdan qo'rqadi. Kimdirlar uyaladi o'zidan. Men shu muammoni hal qila olmasam, odamlar oldida qanaqa holatga tushaman? Yoki bu muammo menda bo'lsa, odamlar nima deydi? Xavotir olmang, hamma odamlarda siznikidan 5 battar, 10 karra ko'proq muammolari bor. Ularga ham hech kim hech narsa deyotganligi yo'q. Muammosini hal qilsa hamma qarsak chalyapti. Muammosini hal qila olmasa nimadir bo'lyapti. Menimcha o'lib qolgani yo'q. O'lgan taqdirda ham, nima bo'lgan taqdirda ham do'stlar, ular qo'rqoq degan nom ostida yashamayapti-da xullas. Men qo'rqoq bo'lib yashayotgan odamlarni, uyalib yurganlarni do'stlar qoralamoqchi emasman yoki unaqa bo'lmanglar deyish uchun gapirmayapman. Shunchaki asta sekin boshlanadi hammasi. Asta sekin bu narsalarni ko'rishni boshlaysiz. Foydasi yo'q. O'zingizni qanchalik olib qochishingizdan, o'zingiz qanchalik qochishingizdan, muammo bir kun emas, bir kun hammada bo'ladi. Hammani boshida bor. Buni xuddi unga o'xshataman-da men. Mashina haydashni endi boshlayotgan odam ishqilib men jarimaga tushib qolmaydi. Ishqilib men jarimaga tushib qolmaydi deyveradi-da. Baraka topkur, mana 60 talab, 100 talab jarimaga. Endi hozir buni iloji yo'q, ballik sistemaga o'tilindi. Haqiqatdan ham endi muammodan qochishingizga to'g'ri keladi, 100%. Lekin shunda ham bitta ham tushmaysiz, hech qanaqangi palasani bosmaysiz degan kafolati yo'q-da. Bu yo'l bu. Yo'lda hamma narsa bo'ladi. Bu hayot bu. Lekin qonun qoidalarga amal qilishni boshlaganingizdan keyin, o'shandan keyin sizda o'zgarishlar 100% bo'ladi. Do'stlar, yana bir marta qaytarib aytib o'tib ketaman. Muammodan qochishni, berkinishni ilojisi yo'q. Muammo kimdadir erta, kimdadir kechroq albatta yetib keladi. Men shu narsani o'rganganman. Muammo meni qidirib izlab yetib kelgandan keyin men muammodan oldinroq uni oldiga yetib borishga har doim o'rganganman. Endi men ham maktab yoshlarida muammolardan qochib yurganman to'g'risi. Ya'ni anom bilan urushib qolmay, manom bilan tortishib qolmay, manonga hozir gapirmay qo'ya qolay, indamay tura qolay. Yo'q do'stlar. Muammoni ko'ziga tik qarab, yoniga yurib borasiz. Muammoni hal qilish kerak do'stlar, undan qochish kerak emas. Muammo uni yoniga borgan insonlarni yaxshi ko'radi. Endi bu degani muammo yaratib yuring degan joyi yo'q. Baraka topkurlar. Deylik, meni zaryadligim buzilib qoldi. Mening muammoim shu. Oddiy misol. Men buni ota-onamga aytsam ham bo'ladi, olib kelib berishlarini. Opa-ukamga aytsam bo'ladi yoki o'zim borsam hal qilsam bo'ladi, to'g'rimi? Shu haqida aytyapman.
muammo kelishi yoki siz muammoga oldinroq borishingiz deganda zaryadnigiz eskirgan, lekin ishlayapti. Ertaga muammo kelishi aniqmi, yo'qmi? Deylik, telefoningizni qizdirib yuboryapti. Ikkita muammoni yuzaga keltirishi mumkin bo'ladigan bitta muammo va zaryadnigiz eskiryapti. Qaysi ma'noda eskirayotganligini bilyapsiz, o'sha siz qo'lingiz qizib ketyapti. Demak, buni almashtirish vaqti kelibdi. Men misol uchun aytib o'tyapman xolos. Zaryadnik uncha-munchaga buziladigan narsa emas, matoh emas. Narsa emas. Misol uchun tushunib olishingiz uchun. Olasiz, zaryadnikni borib almashtirib kelasiz. Muammoga siz vaqtliroq yondashyapsiz, o'zingiz boryapsiz. Shunaqa boriladi, shunaqa hal qilinadi. Ya'ni oldindan nima bo'lishini hisobga olish mumkinmi? Tasavvuringizga sig'dira olishingiz mumkinmi? Siz tasavvur qila olish qobiliyatingizni, iqtidoringizni uyg'otishingiz kerak. Bu sizda rivojlanish kerak, o'sish kerak. Tasavvuringizga, aqlingizga sig'dira olmagan narsalaringiz bilan muammolar kelib chiqadi ertaga. Agar bugun siz uni hisob-kitobini olmaydigan bo'lsangiz, har bitta yon atrofingizda ko'rinib turadigan narsalarni qog'ozga tushiring deb bizga o'rgatishardi. O'sha narsalarni keragini olib qoling, kerakmasini uloqtirib tashlang. Sababi ertaga o'sha narsalar sizga muammo keltirib chiqaradi. Ta'minlash kerak, yangilash kerak. Kerakmi? Olib qoling. Ta'minlash kerakmi? Ya'ni ustaga ko'rsatish kerakmi? Ko'rsating. Ertaga muammo keltirib chiqarmasligi uchun. Ertaga muammo sizni oldingizga kelsa, siz dovdirab qolasiz. Muammo kelganda odam o'zini yo'qotib qo'yadi. O'ylashga vaqti qolmaydi, bo'lmaydi. Lekin siz muammoga yurib borganingizda, aytaylik, bir kun oldin yoki bir hafta oldin, bir oy oldin, bir yil oldin muammoni ko'ra olgan insonlar borda, ko'ra oladigan muvaffaqiyatli, omadli insonlar qanaqa bo'ladi desangiz, ular aqlan o'ylab ko'ra oladi, tasavvuriga sig'dira oladi, tasavvur qila oladi. Siz bilan biz bir narsani o'ylaymiz desak, agar boshimiz og'rib tursa, boshimni qotirib o'tiramanmi desak, yoki unim yo'q, bunim yo'q deb o'tiradigan bo'lsak, qanaqa bo'ladi? Xafa bo'lmanglar do'stlar, ko'pchiligimiz ota-ona bo'lsak kerak va bundan buyog'iga bizni farzandlarimiz qo'rqoq, uyatchang bo'lmasligini ko'tara olmaymiz biz. Ya'ni men aytmoqchi emasman, uyatsiz bo'lib ketish kerak, qo'rqmaslik kerak, xohlagan odam xohlagan ishini qila olishi kerak degan joyi yo'q. Qo'rquvni bizga kerak jihatlari bor, taraflari bor, tomonlari bor. Buni ham tushuntirib ayta olishimiz kerak yoki tushunishimiz kerak. Qo'rquv bo'lmasa agar odam o'zini mashina tagiga tashlab yuboradi yoki qarama-qarshi yo'nalishga chiqib ketadi. Jinni bo'ladi odam qo'rquv bo'lmasa. Har xil ko'ngilsizliklar bo'lishi mumkin. Qo'rquvni ham o'zini o'rni bor, roli borki, yaratgan bizga uni bergan. Lekin uyalishda ham o'zini o'rni bor. Men butunlay yo'qotish kerak, yo'q bo'lish kerak degan ma'noda aytmayapman. Shunchaki noo'rin holatlarda qo'rquvga emas, ishonchga, ya'ni o'zimizga bo'ladigan ishonchga, bilimimizga, bilganlarimizga bo'ladigan ishonchga,
tajribamizga bo'ladigan ishonchga tayanishimiz uchun, suyanishimiz uchun biz uni yaratishimiz kerakmi axir? Biz uni olishimiz kerakmi axir? Yaratish deganda siz o'ziz amalda o'sha harakat qilishingiz. Olish deganda ustoz ko'rishingiz. Kimdandir o'rganishingiz. Endi hozir do'stlar hamma bir-biriga ustoz ekanligini yaqqol misoli bu ijtimoiy tarmoqlar. Shunaqa ustozlar bor ijtimoiy tarmoqda. Ko'rsang, haqiqatdan ham qayta ko'rging keladi. Lekin shunaqangi toifa odamlar ham yo'q emaski, Xudo ko'rsatmasin meni farzandim ularni ko'rib qolmasin deging keladi. O'shanaqalardan bo'lib qolishdan Xudoning o'zi asrasin. Har bittamiz, har birimiz. YouTube haqida gapiryapsanmi yoki farzandlar haqida gapiryapsanmi deyishingiz mumkin do'stlar. Siz bilan biz bo'lmasak bu YouTube'ni hech kimga keragi yo'q. O'zimiz haqimizda gaplashmasak, qolgan hamma narsalar bekor. Odamlar YouTube haqida gaplashmaydi do'stlar. Odamlar siz bilan biz haqimizda gaplashishadi. Odamlar YouTube haqida gaplashganida edi. YouTube mana bunaqangi nima deydi? Noto'g'ri ishlamagan bo'lardi. Sifatsiz ishlamagan bo'lardi. Sifatsiz xizmat ko'rsatayotgan bo'lmasdi. Biz YouTube haqida gaplashmaymiz. Biz o'zaro gaplashamiz. Gaplashganda ham sifatsiz gaplashamizki, sifatsiz xizmatlarga loyiq bo'lib turibmiz. Tizim aytadi. Odamlarni o'ziga qo'yib ber, ularni bir-birlarini orqaga tortishlari, rivojlanishlariga to'sqinlik qilayotganliklari yetib ortadi. Bizda ularga ortiqcha anaqa to'siq qo'yishimiz shart emas deydi. Lekin to'siq qo'yiladigan holatlarda ham bunda ham o'zimizga qo'yib qo'yilindi, o'zimizga tashlab qo'yilindiki, agar deyapti YouTube menga aytayapti, seni qolgan odamlar kuzatishda davom etsa, yaxshi kontent yaratuvchi bir boshlovchi sifatida bilsa, bu taqiq cheklov olib tashlanadi degan ma'noda javob fikr aytayapti, bildirib o'tyapti. Tushunyapsizmi? Ular aytmayapti, tizimni o'zi hal qilib qo'yadi deb. Yo'q, tizim qaror chiqarib bo'ldi. Taqiq cheklov qo'yildi. Faqat uni ochilishi uchun deyapti. Lekin adolatlimi? Adolatli. Haqiqatdan ham to'g'risi hamda sizlar yoki shu qatori men ham boshqa YouTube kanali bor insonni qo'llab-quvvatlamaydigan bo'lsak, uni YouTube kanali albatta rivojlanmaydi. Rivojlanmaydi do'stlar. O'shaning uchun bizda ham YouTube kanalimiz rivojlanishi, rivojlanmasligi odamlarni rivojlanganligiga qarab rivojlanishi mumkin. Odamlarni rivojlanmaganligi, ongi o'smayotganligi yoki pastligi o'ta darajada bizni YouTube kanalimizni qanchalik ko'tarilmasligiga sabab bo'lishini aytib o'tib ketyapman orada. Faqat to'g'ri tushungan holda, to'g'ri yondashuv bilan do'stlar kuzatib borishga harakat qilamiz, qo'llab-quvvatlaymiz. Unaqangi nima deydi? Sizni faqat sizga rahmat aytib, faqat sizni maqtab emas, to'g'risini ham aytadigan insonlarni ham kuzatib turing ora-orada. Men hozir aytsam bo'lardi, meni obunachilarim zalatoy, meni obunachilarim dahshat. Nega? Faqat obuna tugmasini bosib qo'yganingiz o'zi uchunmi? So'ylisiz obuna tugmasini bosish qiyinmi? Hamma gap
birgaligida davom ettirishda emasmi? Hamma gap oxirigacha qo'llab-quvvatlashda emasmi? Bo'ldimi, bir marta obuna bo'lish tugmasini bosib qo'yib, shu bilan qaytib kirmaslikmi? Shu uchun bosganmidilaringiz obuna bo'lish tugmasini. Men oldin ham aytganman do'stlar, men podpischik yig'ish uchun YouTube kanal ochmaganman. Men yaxshi insonlar bilan tanishish uchun, gaplashish uchun va o'zim kabi insonlarga ko'proq ehtiyojim borligi sababdan kelib chiqqan holatda YouTube kanali ochganman. Ya'ni mani akam yo'q, ukam yo'q, opam yo'q, singlim yo'q. Fikr bildiradigan, fikr beradigan. Ota-onam ham yaxshi bir joyga keldi. Mazalari yo'q bittalarini. Kimidir otam o'rnida, kimidir onam o'rnida. Yoshlari katta. Bu yerda kommentariya yozayotganda shu narsani his qilgan holatda yozinglarki, bir yaqin insonimga fikr bildiryapman. Men o'yin qilayotgan, hazil qilayotgan, asabimga tegishi mumkin bo'ladigan har qanday insonga do'stlar, o'zim endi bundan buyog'iga aloqaga chiqaman. Men endi kechirmasligimni, ayab o'tirmasligimni aytib o'tdim bundan oldingi 2ta videoyimda. Men jiddiy kirishaman, jiddiy shug'ullanaman. Sababi ertaga menga o'xshagan biron bir yosh qiz bola bo'ladimi, o'g'il bola bo'ladimi, YouTube kanalini olib boradigan demoqchiman. Senga o'xshaganlar bilan gaplashib qolmasin. Senlar 1-2 marta qonun oldida javob bersalaring, ana o'shanda boshqalarni so'kmaydigan bo'lasan, boshqalarga noto'g'ri gapirmaydigan bo'lasan. Katta ketishmas do'stlar, lekin joy-joyiga keltiramiz. Joy-joyiga tushiramiz, xudo xolasa. Birgalikda. Men bitta o'zim o'rganishim kerak, bitta o'zim hamma o'sha yaxshi emas insonlarga qarshi turishim kerak degan emas. Sizlar ham harakat qilaveringlar, o'zlaringizni sahifalaringiz orqali berib yuboringlar. Berib yuborish uchun bo'lsa, do'stlar, siz o'zingizga to'g'ri yurgan bo'lishingiz kerak, hayotingizda to'g'ri yashayotgan bo'lishingiz kerak, o'zingiz uchun rost gapirishingiz kerak hamma joyda. Yuzingiz yorug' bo'lishi kerak. Men bu narsani bekorga har doim hammalaringizdan iltimos qilmayman, sababi agar bu meni ukam, bu meni akam, bu meni opam, bu meni singlim deb aloqaga chiqadigan bo'lsam, kimdirga uyalib qolmasligim kerak. O'shaning uchun screenshot gaplashayotganingizda video hamma narsani xullas dalil isboti bilan saqlashga harakat qilinglar. Busiz ilojisi yo'q do'stlar. Hamma xohlasa nima deb gapirsa, yozsa mumkin degan joyi yo'q O'zbekistonda. Bo'lib ham O'zbekistonda. Agar boshqa joyda bo'lganingizda yozishingiz bilan onangizni Uchqo'rg'ondan ko'rardingiz, o'zbekcha qilib aytganda. Onangizni eslardingiz. Yomon xafa qilishadi. Qarab o'tirishmaydi, ayab o'tirishmaydi do'stlar chetda. Bizda hali ham andisha, aka qo'y birovni oilasi kuyib ketmasin, yonib ketmasin, jabr ko'rmasin degan ma'noda qarashlar bor. Bo'lmasam bizda ham ayab o'tirmaydi. Berib yuboradi. Bo'ldi. Men boshida yaxshi gapirdim. Keyin do'stlar, endi bundan buyog'iga mana orqamda meni kuzatayotgan yoshlar bor-da. Ular ham shunaqangi YouTube kanali ochishim mumkin degan to'g'ri fikrga, to'g'ri qarorga kelsa, men bundan xursand bo'lyapman. Lekin mana bunaqa negativlar bo'lib turgandan keyin har bitta ota-ona aytadi-da, qo'y deydi, mana bunaqangi jinni ketdi.
betayin bo'lar bo'lmas odamlar bilan gaplashadimi, fikr bildirishadimi ular? Men agar bunchalik yaxshi emas, tarbiya ko'rmagan odamlar borligini bilganimda farzandlarimga ruxsat bermagan bo'lardim YouTube kanal ochib, uni yuritishiga. Qarang, hurmatli ota-onalar, birinchidan siz farzandingizni kuzatib borasiz kontentlari orqali. Nafaqat xalq taniydi, o'zingiz ham farzandingizni yaqindan tanishni boshlaysiz. Unda fikrlarini o'zi erkin bildiradi, erkin aytadi. Ochiqdan ochiq ochilishni boshlaydi. Juda ko'p yopilib qolgan bolalar, juda ko'p o'zini fikrlarini bildira olmaydigan, ayta olmaydigan yoshlarimiz. Hammani ham sharoiti, imkoniyati, vaqti bo'lmasligi mumkin. Alohida nutqini rivojlantirishiga, alohida aql salohiyatini rivojlanishida biron bir ustozga berishga mablag'i yetmas. Do'stlar, hammada sharoit har xil. YouTube sizga yordam beradi. Har qanday ijtimoiy tarmoq, Instagram, YouTube ikkalasidan bittasi yaxshi platformalar hozircha. Kuzatasiz. Farzandingiz bilan yaqindan tanishni boshlaysiz. Va bir narsani, asosiy masalani aytib o'tib ketay. Siz bilan biz, hurmatli yoshlarga aytyapman, endi yoshi kattalarda bu narsaga xohish, istak bo'lmasligi mumkin. Yoshlar, siz bilan biz nafaqat ko'ruvchi, iste'mol qiluvchi, beruvchi ham bo'lishimiz kerak, ulashuvchi ham bo'lishimiz kerak. Bera oladigan biri bo'lishimiz kerak. Agar hurmatli ota-onalar, sizni farzandlaringiz faqat oluvchi bo'lsa, iste'mol qiluvchi bo'lsa, kontentlarni, videolarni o'zini tahlil qilishi uchun ham kerak bu Instagram bilan YouTube. Nimalarni ko'ryaptiki, qanaqa fikrlari shakllanyapti, nima o'zgarish bo'lyapti u kishida. Agar shuncha ko'rayotgan videolaridan o'zgarish bo'lmayotgan bo'lsa, balkim uni emas boshqasini ko'rish kerakdir yoki umuman ko'rishni to'xtatish kerakdir. Bular haqida jiddiy o'ylab ko'rishi uchun ham endi hayot o'rgatadi derdik-ku. Biz kattalar, endi bizdan oldingilar shunaqa deyishar edi. Bizgacha ham shunaqa gaplar bor edi. Hayot o'rgatadi. Hayot o'rgatadi. Hozir plus hayot o'rgatadi, ijtimoiy tarmoq ham degan joyi bor, qo'shildi. Buni yomon joyi yo'q. Yomon joyi qachon bo'ladi? O'z ustida ishlamasa va o'zini yolg'iz tashab qo'ysangiz, hurmatli ota-ona. Siz o'zini yolg'iz tashlab qo'ymaysiz, men bunga ishonaman, lekin agar befarq bo'ladigan bo'lsangiz, o'zini yolg'iz tashab qo'ygandan ham battar bo'ladi. Bu yaxshi emas bo'ladi. Qaytangi sizdan berkinib, yashinib qiladigan videolarini do'stlar nazorati sizni qo'lingizda bo'lmaydi. Qaytangi siz bilan munosabati dars ketishi mumkin, sen menga borishlaringiz mumkindir, lekin hech qachon men ko'rmaganman ota-onasiga ishonchi yo'q farzandlarni ota-onasi bilan yaxshi munosabatda bo'lib ketganligini. Balkim shu orqali farzandingizni tilini toparsiz, diliga quloq solishni boshlarsiz. Lekin do'stlar, biz ijtimoiy sahifalar haqida gaplashib o'tyapmiz. Shu bilan birgalikda o'zimiz haqimizda ham ozgina, ko'p emas. Sababi siz bilan biz bo'lmasak, bu ijtimoiy tarmoqlar bo'lmaydi, bir tiyinga qimmat bo'lib qoladi. Siz bilan biz bormizki, bu ijtimoiy tarmoqlardan qanaqa foydalanish, foydalanmaslik, to'g'ri foydalanadigan bo'lsak, ijtimoiy sahifalar bizni sahifalarimizni ijtimoiy tarmoqdan o'chirib yubormasligini haqida aytib o'tyapman, xolos. Qaraydi, tarbiyangizga qaraydi, ota-onangizga qaraydi. Ijtimoiy sahifada do'stlar, agar bir marta bloklanadigan bo'lsangiz, bir marta cheklov taqiq oladigan bo'lsangiz, meniki hozir muddatli-ku, agar muddatsiz oladigan bo'lsangiz, qaytib ijtimoiy tarmoqlarda sahifa ocha olmaysiz, ko'rina olmaysiz ekan. Shu narsani yaxshilab eslab qoling. Bir marta beriladi sizga bu hayotda to'g'ri yashash, to'g'rimi?
ijtimoiy tarmoqdan ham to'g'ri foydalanish bir marta berilar ekan do'stlar. Jonlaringiz sog' bo'lsin. Rahmat hammaga.